Salom qizlar, mana yana bitta yangi zakazimiz keldi. Mana korobkada, kichkinagina korobkada kamgina zakazimiz bor. Shuni hozir obzor qilib sizlarga ko'rsataman. Yangi katalog ham kelgan. Birinchi obzorimizni yangi katalogimizdan boshlaymiz. Hozir mana bu cheki. Kelgan narsalarimni cheki 500 so'mlik, 533 so'mlik narsa bo'pti. Tak, va 34 ballik. Mana balim 34 ball. Tak, katalogimiz. Mana bu yangi katalog kelgan. Bu katalog 4-maydan 24-maygacha amal qiladi va uni sovg'asiga keladigan narsa kollagen, kollagen 2 ni kunduzgi kremi va krem для vek, ko'z atrofi uchun, vek uchun krem va beauty kollagen stikli. Beauty kollagen bu kollagenimiz sochga, tirnoqlarga va terilarga yaxshilab, chiroyli qilib to'yintirib beradi kollagen bilan. Tak, bu katalogimiz. Mana shu Sanzania atirimiz hozir 799 rubldan chiqayotdi. Har doim 1200 rubl chiqardi. Hozir 800 rubl chiqqani uchun aksiyada, skidkada zakaz qilib olinglar. Bitta klientimizga juda ham hidi yoqib qo'ydi. Shundan zakaz qilib nima qilib berdi. Buni ochmayman klientga. Tak, mana shunaqa gelya dushalar skidkada edi. 20,5 205 rubldan keldi. Bittasi 205 rubl, bittasi 205 rubl. Mana buni hidi shirinroq ekan, buniki dengiz hidi ekan. Ikkita olsangiz, ikkita olganingizda shunaqa skidkada arzonroq keladigan gelya dusha edi. Mana bu katalog bo'yicha 500 rubllik zakaz xarid qilsangiz, 95 rublga keladigan qo'l kremida. Bu jiddiy perchatka, juda ham zo'r krem. O'zim shundan ishlatganman. Hidlari ham zo'r va qo'lingizni himoya qilib berib, davolab, zo'r qilib beradi, quruqlashlarni olib beradi. Artikullari 13.96 buniki. Tak, dengiz hidiligiga 14.41, plyaj nomlisi 14.39 va Sanzania atirimizni artikuli 31.06. Mana shunaqa korobchikada keladi. Shtrix kodlari bor, original. Tak, keyin yangi mahsulotimiz bo'lgan Aydevo. Tak, mana shunaqa dezodorantlarimiz. Dezodorant, bular parfyumeriyaviy dezodorant, antiperspirant emas, dezodorant parfyum. Bu murskoy bitta klientning zakazi. Mana bu ikkita ham yana jenskiylari zakaz. Mana bu esa o'zimga, sizlarga hozir buni shtrix kodlari bor, ochib ko'rsataman. Bu mana qaranglar, salofan qilingan. Mana ochamiz. Voy, bismillahirrohmanirrohim. Ana. Oppale, mana gelivoy bo'ladi qizlar. Ko'ryapsizlarmi? Hidi shirin, gurusha, nok va freziya gulini hidi kelar ekan. Juda ham shirin hidi. Yaxshi ekan. O'zi pushtisi olaymi, o'zi pushti bilan yashili kelayotdi. Pushtisini olaymi yo yashili nima deganimda bitta qizni obzorida ko'rdim. Buni hidi shirinroq, pushtisiniki uncha yo'q ekan degan uchun yashilidan zakaz qildim. 0% tuz va alyuminiy. Umuman alyuminiy va tuzlari yo'q. 24 soat himoya qilib beradi degan. Murskoyini artikulini aytib o'taman hozir sizlarga. Murskoyiniki 37.42, murskoyi bergamot va qalampir hidlik. Tak, ayollarimizniki 37.41. Bu novinka, 300 rubl chiqyapti hozir katalogda. 299 rubl. Mana bu skidkada kelyapti deb obzorimda ko'rsatdim. 149 rublga kelgan hozir menga. 87-22 artikuli. Intimniy gel. Avvalgi seriyasi bu eski seriyadan. Tak, Leto SPF 50 kelgan, ikkita, ikkalasi ham zakaz kelgan. Tak, mana kremchamiz. Artikuli 12.081. Tak, ochib ko'rsata olmayman. Mana
qizlar UVB, UVA, HIV nurlardan himoya qilib beradi. Hammasi yozilgan. Sifatlari zo'r. SPF kremlarimiz mana. Keyingi mahsulotlarimiz tak. Prima Bachio va Festa Vitatorlarimiz. Buni shunchaki sotishga klientlarim hozir bahorga atir, bahoriy, nejniy atirlar so'ragani uchun zakaz qildim. Hidlarini hozir sizlar bilan birga ko'ramiz. Mana videoni to'xtatib, kalasini ham ochib oldim. Mana sizlarga hozir ochib hidlab ko'ramiz. Prima Bachio Amore kichkinasi 37-67. Bu hidlarda, bu duxiylardan hali ishlatib ko'rmaganman. Nejniy ekan hidi, yaxshi. Juda ham yaxshi. Hidi priyatniy. Ishlatsa bo'ladigan. Bunchalik bunday o'tkir hid emas, nejniy ekan. Festa Vitani ko'pchilik maqtagan. Juda ham bahoriy aromat degan. Biz ko'ramiz, pushticha ekan bu. Hidimcha kelmayapti. Yaxshi, buni ham hidi nejniy. Menga ko'proq lekin Prima Bachio Amore yoqdi. Hammani hidi har xil. Festa Vita ham yaxshi, priyatniy, nejniy. Ikkalasi ham bir-biriga o'xshab ketadi. Priyatniy, nejniy hidlar ekan. Keyin yana mana shu prokladkalar ham hozir skidkada kelyotdi. Bular artikulni aytdimmi? 30-23 Festa Vita. Prima Bachio 37-67. Tak, mana bu Activity. Bundan bitta pachka ishlatib bo'ldim. Yaxshi ekan. Sifatlari zo'r. 910 642 artikul. Bu o'zim uchun aytdim. Tugadi. Уже bir pachkasini ishlatib bo'ldim. Bundan ishlatib ko'rmagandim. Pushtidan ishlatdim. Yangi chiqqan edi. Buni zakaz qilib ko'rmadim. Endi zakaz qildim. 910 640 artikuli. Buni ochadigan joyi yo'q ekan. Bularda mana maytada ochadigan bor. Narigi pushtisida ham bor. Bunda yo'q ekan. Ochib ko'ramiz. Ochib ko'ramiz. Bu ham paketikda ekan. Mana juda ham kichkinacha deyilgan. Iltimos erkaklar videolarimiz ko'rmanglar. Mana kichkinacha ekan, nozikcha. Yaxshi. Tak, 20 ta bo'ladi pachkasida. Bu ежедневка, kundalik, ham bu kunduzgi. Buni artikuli 910 640. 125 rubl bu. 175 rubl bu kelyapti. Hozir. Tak, endi 175 rubldan har doim 200 rubldan chiqadigan lak o'chirish uchun mana shunaqa jidkostimiz 170 rubl kelgani uchun zakaz qilib oldim. Ko'ryapsizlar, tirnoqlarim, laklari уже nima qilgan? Avval nima qilardim? Bor edi, sredstvam, faqat Faberlik emas. Faberlikdan hali ishlatib ko'rganim yo'q. Birinchi marta ishlatib ko'raman. Nima qilamiz? Hozir sizlar bilan test qilsak ham bo'ladi. Sizlar mana qo'limga vatniy disk olib kelib oldim. Voy. Qo'yib ishlatib ko'ramiz. Ko'zlaringni oldida sifini. Lakim qizil. Bittada o'chirdi. Yaxshi, zo'r ekan mana. Zo'r ekan. Qolgan atsitonlar bunchalik qilib bermaydi. Anchasini quyaman men atsitonni, чтобы bunaqa qizil rangda yo'q qilib berish uchun. Вообще qarang. Bir marta quydim xolos, zo'r tozalab beryapti qo'limni. Zo'r ekan, lekin sredstvasi qizlar maslahat beraman. Olinglar, mana ko'zlaringni oldida ishlatib ko'rib nima qilib bering. Qaranglar, vatniy diskimni tom qizarib ketdi. Tak, bo'ldi, keyin o'chiramiz. Hozir sizlarga videoda telefonlar bo'lyapti. Keyin qizlar, mana shunaqa Greenly seriyasidan gel для посуды yoki tualet gel
yoki pollar uchun gel bor edi. O'shandan xohlaganingizni bittasini olsangiz, sizga katalog bo'yicha podarak bor edi. Mana shunaqa gubka podarkaga kelardi. Menga mana gel dapasudi 219 rublga zakaz qildim. 22 somon bo'ladi. 22 somonimi qizlar 30 ming yo 35 ming so'm pul bo'ladi. Bitta idish yuvadigan gel oldim. Mana 500 mg kattagina bo'ladi bu. Sitrus mevalarini hidi ekan. Hidlab ko'rdim. Hidi приятный, нежныйgina. Mana buni ham ochib ko'ramiz. Profi gubka kelgan bizga mana shu bepulga keldi. Mana aksiyalardan sizlar ham qizlar foydalanib, qaniycha mana zakaz qilishlaring mumkin. Qattiq ekan, gubkacha, mustahkam, uncha-munchaga yirtilib yo biron nima bo'lib yomon bo'lib ketmaydi. Shekilli bu qattiqqina, mana Faberlic Home degan nimasi ham bor ekan. Shunaqa qizlar, buni o'zimga zakaz qildim. Idish yuvamiz hammamiz uyda. Gel lapas bu уже katalogda o'zida 300 rubldan ko'pga chiqadi-da. Shuning uchun bun bilan olganlaringda вообще bu suv tekinga keladi gubka. Shuning uchun ulgurib zakaz qilib olinglar. 833 idish yuvadigan gelda artikuli, 910 486 gubkani artikuli. Qizlar, raspakovkamiz tugadi, korobkamiz bo'shadi. Shunaqa kichkinagina zakazim bor edi. Kichkina zakazim ham 35 ballik. Sizlarga video olayotganimdan juda ham xursandman. Sizlar kommentariyalaringni, podpiska bo'lishlaringni, like bosishlaringni kutib qolaman. Registratsiyadan o'tinglar, shunaqa sovg'alar olinglar, har xil sovg'alar va sifatli mahsulotlar ishlatishga maslahat beraman. Bular hammasi Rossiya kompaniyasidan chiqqan yana bitta yangilik. Hozir Faberlic kompaniyasi Avon kompaniyasi bilan hamkorlikda ishlarkan. Endi Avon mahsulotlarini ham kim Faberlicga registratsiya bo'lsa, Avon mahsulotlarini ham 1-maydan boshlab zakaz qilib olishlaring mumkin. Yaxshi qolinglar, sog' bo'linglar.